Все, запись пошла. Так, вот мой экран, да, наверное? Я сам себя не вижу. Меня видно там на маленьком справа сверху? Вас видно. Все, отлично. Значит, с вашего позволения, Турал. Assalomu alaykum, qadrdonlar, azizlar. Bugun mana Xudo xolasa Anvarjon Qosimov qarshingizda hayotimdagi eng birinchi vebinarni boshlayapman, nasib bo'lsa, chunki mana Illuminance Global kompaniyasi bilan faoliyat boshlaganimdan beri bu webinar masalasi men uchun ko'tarildi va hayotimdagi eng birinchi webinarni boshlayman, Xudo xolasa. Demak, hozir o'zimni avval tanishtiray. Kimman, nima maqsadda keldim bu yerga va mana chatda hozir endi odamlar qo'shilib boshlasa, eshitib borishadi. Hozir mana Go'zal opam borlar, Kozimjon aka borlar va sponsorim Tural aka borlar. Birinchi webinarni boshlayman va birinchi o'rinda nima faoliyat haqida gap ketishini aytaman. Mayli, Illuminance Global kompaniyasi bilan ishlashni boshladik. Mana kompaniyaning nomi va logotipi. Endi o'zimni tanishtiradigan bo'lsam, ismim Anvarjon, familiyam Qosimov, 43 yoshdaman, oilaliman, farzandlarim bor, Xudoga shukr. O'zimni ma'lumotim, образование deydi, informatsion texnologiyalar, ya'ni IT-ishlik bo'lib o'qiganman. Shu yo'nalishda ozgina ishlaganman, keyin o'qituvchi bo'lib ishlashga to'g'ri kelgan va hayot aralashib ketgan. Undan keyin biznes yo'nalishlariga o'tib, birinchi o'rinda tarmoqli marketing bizneslarida qatnashganman, undan keyin internet loyihalarida, partnyorskiy dasturlarda va kriptovalyuta yo'nalishidagi ham loyihalarda ko'pchiligida qatnashib ko'rganman. Hayotimda bu yo'nalishlarda hammasida ko'p katta pul ishlab tashlamaganman, lekin ancha-muncha bilim olib, tajriba qozonganman va mana shu tajribalar bugungi kungacha menga yordam berib kelyapti, chunki o'zimning ma'lumotim informatsion texnologiyalar bo'lsa, u yo'nalishda professional dasturchi bo'lib keta olmaganman, lekin har kuni hayotimda qo'l keladi ishlataman va foydalanaman, chunki kompyuter bilan muloqot qilaman va internetga deyarli har kuni chiqaman va o'zimga kerakli yo'nalishlarda harakat qilaman, azizlar. Endi tajribaga keladigan bo'lsak, tarmoqli marketing bizneslarida muloqot yuritishga tajribam bor, ozgina taklif, mulohaza, ma'lumot berish, taqdimot yoki umuman zelkalarni yopish, xaridlarni bajarish masalasida ham ozgina tajribalarim bor. Yana ham aytyapman, juda katta pullar ishlab tashlamaganman, lekin orzuyim, havasim bor bu narsaga. Aynan shu havas va shu maqsad meni yetaklab kelgan. Yaqin-yaqinda Illuminance Global kompaniyasi bilan tanishib qoldimda va mana shu kompaniyani barcha ma'lumotlarni o'zlashtirishni boshladim va harakat ham boshladim. Harakatlarimiz natija berib boshlagan. Mana shu narsani bugun webinarda, taqdimotda sizlarga havola qilaman, azizlar. Endi bu kompaniya haqida kimdan eshitdim? Mana hozir chatda biz 4 kishi bo'lib o'tiribmiz. Shulardan bittasi Go'zal opam. Mana shu Go'zal opam. Ko'payib ketdimiz mana. Mana Go'zal opam Mirzaqulova. Mana shu insondan men eshitdim. Illuminance Global kompaniyasi haqida. Shunaqa kompaniya bor ekan, bir ko'rib chiqamizmi deganlarda, mayli, bering qani biror ma'lumot desam, menga o'sha sponsorimiz Tural Aliyevni webinarlariga bo'lgan havolani, ssilkani berdilar va men birinchi borib taqdimotni, webinarni ochib ko'rganimda ma'lumot o'zlashtirishni boshladim va menga mana shu insonni Tural Aliyevni informatsiya berishlari ma'qul keldi va u kishidan muloqotga chiqdikda savol-javob qilib kompaniya haqida ma'lumot o'zlashtirdim va qiziqishim ortib qoldi. Albatta boshida shubha bor edi. Shubhalarni hammasini yo'qotish uchun ko'proq savol berdim va savollarimga javob olganimdan keyin registratsiya bo'lish uchun ruxsat so'radim. O'zlarini havolalarini berdilar, ssilkalarni va men sitevой biznesda etikasiga amal qilgan holda birinchi o'rinda menga informatsiya bergan insonni hurmat qilganim uchun Tural Aliyevdan keyin o'sha insonni registratsiya qildimda, u kishidan keyin men o'zim strukturaga registratsiya bo'lib kirib oldim, azizlar. Hozir endi mana shu internetdagi saytni ochaman, kompaniyani web sahifasi. Sponsorimni tanishtirdim, Go'zal opam va Go'zal opamdan yuqori turgan непосредственно deb aytadi o'z ruschada, bevosita sponsorimiz Tural Aliyev bo'ladilar. Yaxshi inson, ancha tanishib muloqot qilishni boshladik, azizlar. Mana bu yerda o'zimga tezis sifatida yozib olganman, nima haqida gapirishim uchun har zamon qog'ozga qarayapman. Demak, kripto arbitraj, Noda, IQN token degan narsaga navbat keldi. Nima bularning hammasi? Illuminance Global kompaniyasi bizga nima beryapti, azizlar? Nima taklif qo'yyapti oldimizga va nima uchun biz bu kompaniyaga kirib kelib qoldik? Aytaylik, kimdir bizga xabar berdi, biz ham eshitib ko'rdikda, mayli harakat qilamiz deb kirdik. Nima? Maqsad bu yerda daromad qilish, azizlar. Illuminance Global kompaniyasi zamonaviy fintech kompaniya hisoblanadi ekan. Buni agar расшифровка qilsak, ya'ni cho'zib aytadigan bo'lsak, finansiy va texnik kompaniya.
moliya bilan ishlaydigan va texnik bazasiga ega bo'lgan kompaniya ekan. Va bu kompaniya o'zini kriptovalyutalar bozorida faoliyat olib borayotganda va o'zida ishlab chiqqan qurilmalar bilan birga savdo munosabatlariga kirishib daromad qilib berayotgan azizlar. Endi kripto arbitraj deb aytadi, ya'ni sentralizovanniy birja deydi ruschada, markazlashgan birjalarda oldi sotdi qilish bilan shug'ullanar ekan. Qaysidir bitta birjada kriptovalyutani ma'lum bitta nominatsiyasini yoki bir turini sotib oladi arzon narxda, boshqa bitta birjaga o'tadi, qimmatroq narxda sotadi. Mana shu ikkita narx o'rtasidagi farq daromad hisoblanadi. Lekin endi bu arbitraj jarayonini kompaniyani xodimlari yoki partnyorlari o'z qo'li bilan bajarmaydi. Bu yerda boshqa narsa bor. Quantum noda deb aytiladigan narsa bor ekan. O'sha narsani hozir tanishtiraman. Ya'ni uni ham suratini ochib qo'yishim kerak ekan. Aslida hozir uni ham ko'rsatib qo'yaman. Ya'ni bugun birinchi webinar bo'lgandan keyin tartibli ravishda tayyorlana olmaganim ma'lum bo'lib qoldi. Mana bosh sahifaga kirganingizda o'sha quantum nodani ko'ra olamiz azizlar. Hozir o'sha narsani ko'rsataman. Mana shu qurilma Illuminance node deb yozyapti. Kvantoviy texnologiya asosida ishlaydigan noda hisoblanar ekan. Buni ruschada uzil deb aytadi, o'zbekchaga tarjima qilsak tugun deb tushunishimiz kerak. Lekin bu tugun nima ish qilib beradi? Mana qarang, ichini ochib ko'rsatyapti sizga. Va bu yerda sun'iy intellektning yordamida juda katta tezlikda va juda ko'p hajmdagi ma'lumotlarni analiz qilish jarayoni ketar ekan azizlar. Xuddi mana shu nodani promo rolik qilib tanishtirgan kompaniyani o'zi, mana shu kompaniyani Illuminance Node degan mana bu nodasi nima ish qilishini rolik qilib tanishtirgan inglizchada, ruschada bor ekan variantlar. Men aynan shu videoni oldimda sun'iy intellekt yordamida tarjima qilib o'zbekchalashtirdim. 59 sekundlik narsa. Mana shu narsani o'zbekcha holatda sizlarga qo'yib berishni, ya'ni demonstratsiya qilishni xohlardim. Bir marta eshitib ko'ring, chunki buni hali 2 kun 3 kun oldin tayyorlagan bo'lsam ham YouTube kanalimga joylashtirishga ulgurganim yo'q. Bugun hozir birinchi bo'lib sizga ko'rsataman va webinarning oxirida buni kanalga joylayman, xudo xolasa. Videoni tomosha qilishlaringizga taklif qilaman, chunki bu o'zbekchada yangraydi birinchi marta va sizlarga tushunarli bo'ladi. Noda nima ekanligini tushuntirib beradi qisqa suhbat bilan va undan keyin mazmunni ochish bilan shug'ullanamiz azizlar. Demak, eshitamiz va tomosha qilamiz. Illuminance noda bu intellektual kripto arbitraj tizimi. To'liq avtonom, to'liq himoyalangan va to'liq sizniki. Uning ichida real vaqt rejimida bozorni tahlil qiladigan va arbitraj operatsiyalarini millisekund aniqligida amalga oshiradigan modul joylashgan. Lokal sun'iy intellekt, bulutsiz va ma'lumotlar himoyalangan. Faqatgina kvant texnologiyalaridan ilhomlangan hisoblash yadrosida lokal qayta ishlov, strategiyalarni avtomatlashtirish, bir nechta birjalarda arbitraj, shifrlangan hamyon, lokal kalitlar, VPN va Tor, bularning barchasi bitta qurilmada jamlangan. Har bitta noda Illuminance'ning taqsimlangan tarmoqdagi bir qism hisoblanadi. Sinxronlik, xavfsizlik va mustaqillik. Qurilmangizni yo'qotdingizmi? Biz har doim kirish huquqini tiklab beramiz. Illuminance noda shunchaki server emas. Bu avtonom intellekt bo'lib, sizning o'rningizga fikrlaydi, tahlil qiladi va harakat qiladi. Shu bilan birga to'liq nazoratingiz ostida bo'ladi. Mana azizlar, ko'rindimi, eshitdimi shu narsa? Bitta javob beringizlar iltimos. Было ли слышно, видно, Tural? Yaxshi eshitildi, ko'rindi hammasi, tushunarli. Okey, yaxshi. Demak, maqsadimga yetdim. Birinchi marta mana shu videoni sizlarga ko'rsataman deb taxlagan edim. Xudo xolasa endi davom etamiz. Navbatda accountim bilan interfeysimni ko'rsatmoqchiman. Saytdagi interfeys nima bu? Registratsiyadan o'tdim. O'zimni shaxsiy investitsiyamni hali qilganim yo'q, lekin kompaniya menga account ochib berdi. Buni back office desak ham bo'ladi, account desak ham bo'ladi. O'zbekchada saytdagi hisobimiz deymiz va hokazo internetdagi, misol uchun, virtual ofisimiz deyishimiz ham mumkin. Saytga kirganmiz, kirish eshigi bor, o'shandan kirib kelganmiz va biz bu yerda ko'radigan hamma narsamiz to'laligicha interfeys deb aytiladi. Va bu yerda ko'radigan narsalarimizni asta-asta tahlil qilishimiz mumkin, lekin bugun bu prezentatsiyamiz, taqdimotimiz ko'p cho'zilib ketmasligi uchun hammasiga to'xtalmayman. Alohida obzor qilaman o'zim, xudo xolasa YouTube kanalim uchun. Va hozir bu yerda shunchaki bir tanishtirib o'tib ketamanki, mana qarang. Birinchi kirib kelganingizda sizda mana yerda "Glavnaya" degan sahifa bo'ladi. Bulardan ham oldin e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa shuki, saytga kirganingizdan keyin sizga mana taklif qilinadigan bir nechta chet tillari bor. Odatda birinchi registratsiyada bo'lganingizda ingliz tili turadi va hokazo boshqa tillar ham bor. Siz o'zimizga yaqin bo'lgan tilni tanlaysiz, chunki o'zimizning o'zbek tilimiz hali yo'q, lekin bizga yaqin til bu rus tili. Rus tilini tanlab olamizda saytni o'zimizga yaqinroq tushunadigan tilga olib kelib olamiz azizlar.
Endi bu yerda accountda главное degan bo'lim bo'lsa, mana shu asosiy bosh ko'rinib turadigan sahifa mana shu. Bu yerda suratimizni qo'yishimiz mumkin, login qo'yishimiz mumkin. Mana sizni qanaqa qilib tanishsin, saytda sizni qanaqa deb ko'rishsin, nima deb o'qishsin desa, siz aytasiz, mana Anvarjon aka, meniki mana shunaqa, sizniki boshqa narsa bo'lishi mumkin. Va ne подтвержден deb yozyapti. Buni sababini bilmayman, balki investitsiya qilganimdan keyin bu narsa подтвержден rejimiga o'tish mumkindir. Demak, bu yerda bo'limlar bor, bandlar bor. Hammasini menimcha hozir aytmayman. Mana IQN token degan masalaga hozir kelamiz. Uni tushuntiraman. UTC vaqti bo'yicha hozirgi vaqt ko'rsatib turibdi. Meni referal kodimni olib ko'rish mumkin. Bu yerda olib hamkorlarga uzatamiz. Va Maya ID karta degan narsa bor. Mana shunaqa kompaniya siz bilan bizga ID karta ham taxlab beradi. Buni ham internet orqali uzatishimiz mumkin bo'lar ekan azizlar. Demak, asosiy sahifadagi boshqa elementlarni bir ko'rib o'tamiz va hozir mana bu raqamni izohlashga vaqt keladi. Bunga e'tibor qilasiz. Xudo xolasa eslab turing. Qayerdan kelib qolganini aytaman bu raqamni. Mana bu yerda живая торговля degan narsa bor, ya'ni real vaqtda, живой ko'rinishda qanaqa oldi-sotdi ishlari bo'lyapti va boyagi ko'rgan nodamiz, apparatimiz nima ishlar qilyapti, qayerdan olib sotyapti, qancha narxga sotyapti, ularni ko'rib turish va nazorat qilish mumkin azizlar. Mana bu yerda tranzaksiyalar bor. Hozir ularga ham kelamiz azizlar. Nimaga shunaqa tranzaksiya turganligini tushuntiraman. Endi mana account bilan interfeysni bir martagina ozgina aytib oldim. Interfeysimizda, mana shu accountimizda o'ng tomonga qaraysiz, bu yerda hamyon bor. Hamyon, bularga hali kelamiz. Mana bu yerda уведомление, xabarnomalar bo'ladi. Bu yerda esa til o'zgartirish mumkinligini tushunib oldik. Endi chap tomonga qaraymiz azizlar. Mana bu yerda menyu bor. Menyuda saytni har bitta bo'limi alohida ko'rsatiladi va har bitta bo'limning o'ziga xos maqsadi bor. Ularni oz-ozdan tushuntirib o'tib ketaman, chunki hammasi qiladigan daromadimizga tegishli funksiyaga ega, vazifaga ega. Va har bitta menyudagi band o'zini alohida aytaylik, mana alohida yuzini ko'rsatadi, alohida bo'limiga o'tadi va u yerda maqsadli ravishda foydalanamiz azizlar. Hozir shu vaqtgacha aytib kelgan narsa mana gruppa поддержка ham har zamon chiqib turadi, yordam kerakmi deb turib savol berib turadi. Kerak bo'lmasa o'chirib turamiz. Qarang azizlar, mana navbat keldi, arbitrajniy o'zil degan bo'limga o'tamiz. Bu yerda nima bor? Biz aytdik, Illuminance kompaniyasiga kelamizda sarmoya sifatida pul mablag'i olib kelib beramiz va kompaniya o'zini boyagi qurilmasi yordamida, sun'iy intellekt yordamida kriptovalyuta arbitraji bilan, ya'ni oldi-sottisi bilan shug'ullanadi-da, daromad hosil qiladi va u daromadni bir qismini bizga beradi, bir qismini o'ziga olib qoladi. Manfaati shunda. Aytaylik, va siz bergan mablag'ni bir muddat kelishib ishlatadi-da, muddatning oxirida sizga qaytarib beradi. Ammo u muddat tugaguncha har kuni sizga daromadni berib turadi va siz u daromadni har kuni hamyoningizga yechib olishingiz va ro'zg'oringizga ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Qarang, arbitrajniy o'zil degan joyi endi shunaqa bandki, arbitraj strategiyalarini qanday hosil qilamiz? Mana pul olib keldik. Pul olib kelishimiz uchun biz mana hamyonga kelishimiz kerak edi. Mana bu yerga depozit qil, vivod qil, ya'ni chiqarib olib ket yoki mana bu yerda obmen qilish kerak, almashtirish kerak degan bo'limlari bor. Mana kriptovalyutaning imkoniyatlari bor. Qanaqa kriptovalyutangiz bo'lsa, olib kelib shu yerga kirita olasiz va konvertatsiya qilib mana bu yerda almashtirib, bu yerda o'sha strategiyani ichiga kirgizib olib, invest, ya'ni qurilmani ixtiyoriga topshirib olib, pulni, sarmoyani ishga chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi azizlar. Mana shu strategiyalarni ozgina tanishtirib o'tmoqchiman. Qanaqa strategiya, qancha hajm pul bilan kirish kerak, qancha daromad beradi, qancha muddat ishlaydi, o'shalarni ozgina tushuntirib o'tishni xohlardim. Chunki undan boshqa ham mana suhbatlarimizga yetarli menyular va bandlar bor azizlar. Strategiyalarimiz bizda 7 ta, adashmasam 7 ta, shunday. Yo 6 ta. 7 ta ekan. Eng birinchi kichkinasi $100 boshlanadi. Eng kichkina mablag' $100 olib kelishingiz mumkin va $999 gacha bo'lgan oraliqdagi mablag'ni har qanchasini olib kelib, mana shu strategiyani ochib, investitsiya qilib, mana 30 kunga berib yuborishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni $100 dan $999 gacha bo'lgan mablag'ingiz bo'lsa, olib kirsangiz, mana shu arbitrajniy strategiya birinchisiga olib kirib bera olasiz. Mana shu yerdagi bandga e'tibor qiling, buni ham elementlari bor. Sayt bilan tanishayotganda, sayt bilan ishlayotganda hammasiga e'tibor qilamiz va ular qanaqa informatsiyaga ega ekanligini ham bir marta ko'rsataman. Qarang. Ochish tugmasini bossam, mana kalkulyator bilan birga mana buyruq beradigan oyna chiqyapti. Lekin men undan oldin boshqa narsani ko'rsatmoqchiman. Mana yerda info degan elementga e'tibor bering. Informatsiya beryapti sizga mana shu strategiyani parametrlari haqida. Bosganimizda mana ma'lumot chiqadi. Demak, ruschada o'qiymiz, tushunib olamiz. Agar juda tushuna olmasak, inglizchanimi, ruschanimi hech narsani tushuna olmasak, azizlar, bugungi kunda texnologiyalar rivojlangan, shunday kopiya qilamizda, mana переводчикka olib kelamiz internetda, Google'da. Demak, ruschadan o'zbekchaga tarjima qilib ber desak, mana
xohlagan ma'lumotimizni oladida, tarjima qilib beradi va o'qib olaveramiz. Arbitrajniy strategiya, это краткосрочный arbitrajniy model va hokazo. Qisqa muddatda bajariladigan savdo modeli ekan. Mana shunday qilib tarjima qilib olishingiz mumkin bo'ladi, azizlar. Aytyaptiki, mana strategiya 1, mana shunaqa va uni imkoniyatlari. Nima bor bu yerda? Investitsion period degani bu 30 kun mana. 30 kun ishlaydi. $100 dan 999 gacha bo'lgan pulingizni olib kelsangiz, kapital oralig'i mana deyapti. Endi 0,5% dan 1% gacha har kuni sizga daromad tashlab beradi va muddatning oxirida pulingizni qaytarib beradi. Aytaylik, mana 1-kundan 10-kungacha 0,5, ya'ni $1.5 yoki uzr so'rayman, 1%ni yarmi, ya'ni 0,5% daromad qilsangiz, 11-kundan boshlab 20-kungacha 0,175% daromad olasiz. Depozitingizga nisbatan $100 bo'lsa o'shani 0,75, $500 bo'lsa ham o'shani 0,75ni olasiz har kuni. Bu 11-dan 20-kungacha. Endi 21-kundan 30-kungacha esa mablag'ingizga nisbatan 1% daromadni olib borasiz. Va bularni hammasini qo'shib o'rta arifmetikini ham chiqarish mumkin va o'zimiz uchun hisoblab olishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda o'sish grafikini sizga tasavvur uchun ko'rsatib qo'yapti. Qarang, $100 mablag'ingiz bo'lsa, 30 kunning oxirida mana 3 ta dekadaga bo'lib qo'yibdi. Bir 10 kunlik, ikkinchi 10 kunlik, uchinchi 10 kunlik. 30 kunning oxirida sizning pulingiz $22, ya'ni yangi daromadingiz $22 20 sentni tashkil qiladi va $100 qo'shilib kelsa $122 bo'lib qaytib keladi pulingiz. $22 siz 30 kun davomida har kuni yechib olishingiz mumkin. $100 30 kunning oxirida sizga qaytib keladi. Kompaniya 30 kun davomida ishlatadi, qurilmani ixtiyoriga beradi, savdo operatsiyalari bajarilaveradi. Olingan daromad sizga har kuni beradi, mablag'ingizni muddatning oxirida beradi. Mana shunaqa eng kichkina strategiyamiz bor. Undan keyingi strategiyalarni ham ozgina ma'lumotini berib ketaman. Ikkinchi strategiyamiz bor, $1000 dan boshlanadi. Boya 999 da tugagan bo'lsa, birinchisi, 1000 dan boshlab ikkinchi strategiyamiz boshlanadi. 1000 bilan 4999 da oralig'idagi mablag'ingiz bo'lsa, olib kelib bu strategiyaga ochasiz va 120 kun davomida bu strategiya sizga ishlab beradi. Buni ham o'suvchi daromad sifatida beryaptiki, mana 1-kundan 40-kungacha 0,75% olasiz daromadni mablag'ingizga nisbatan. 41-kundan 80-kungacha 1% dan olasiz daromadni va 81-kundan 120-kungacha 1,25% dan olasiz mablag'ingizga nisbatan. Xo'p, endi qarang, shu yerda ozgina kalkulyator bilan ishlab ketaylik. Aytaylik, mana siz Tether valyutasi bilan USDT, TRC20 bo'lsin, BEP20 bo'lsin farqi yo'q. O'sha bilan mablag'ni kiritsangiz, aytaylik mana $1750 mablag' kiritsangiz, $3850 qilib qaytarib olasiz. Daromadlari bilan birgalikda, albatta. Va mablag'ingiz ham qaytib keladi. Umumiy hisobda $3850 qilib qaytarib olasiz 120 kunda. Aytlar, hozirgi kunda aytaylik $1750 puli bor odam pulini sarmoya qilib bir joyga ishlatib olsa, 120 kunda 3850 qilib qaytarib olishi biroz qiyin bo'lib turibdi oddiy bizneslarda. Shunga e'tibor qilishlaringizni xohladim. Keyingi strategiyamiz bor. Bu uchinchisi, 5000 dan $9999 gacha oralig'idagi mablag'ingizni ishlatib olasiz va 180 kun ishlaydi. Uni ham har kuni daromadini olasiz va aytaylik mana 5000 dan ziyod bo'lgan mablag'ga nisbatan hisob-kitob qilib ko'raylik qarang. Aytaylik mana 8800 pulingiz bo'lsa, $31174 qilib olasiz 180 kun ichida. 6 oyda 8800 yoki salkam $9000 pulingizni $31000 ga aylantirib olasiz. Bunaqa imkoniyat oddiy biznesda yo'q. Shu narsaga e'tibor berishlaringizni xohlayman. Demak, keyingi strategiyamiz $10000 dan boshlanadi va bu yog'i cheksiz. Buni ham muddati bor, 280 kun ishlaydi, har kuni daromad beradi va muddatning oxirida $10000 pulingiz qaytib keladi. Demak, keyingisi $25000 dan boshlanadi va cheksiz. Buni muddati 365 kun, ya'ni 1 yil ishlaydi. 1,75% dan boshlab 2,5% gacha daromad beradi va har kun daromadingizni beradi. Roppa rosa 1 yildan keyin $25000 pulingizni qaytarib olasiz. Endi qarang, $25000 ga nisbatan bitta hisob-kitob qilaylik, chiqqan nima bo'lar ekan? $25000 puli bor odam kirib kelib, bu yerda hali reinvest masalasini qo'shmasdan har kuni oladigan daromadi bilan birga oxirida mablag'i ham qaytib kelsa, $225,000 pulga aylantirib olar ekan. Agar bizda mana reinvest degan tushuncha bor, har kunga olgan daromadingizni yechmasdan kapitalni ustiga qo'shib qo'ysangiz, keyingi kunda aytaylik $25000 emas, 25000 dan ziyodroq bo'ladi-da. Reinvest qo'shsangiz, har kunlik reinvest bo'lib borsa, oladigan daromadingiz nima ekanligini qarang.
farqi bor, 591 ming dollarga aylanyapti. Bir yilda 25 ming dollar pulingiz. 25 ming dollarga hozir bitta yaxshi mashina olish mumkin, lekin investitsiya sifatida biror bir ishlab chiqarishga yoki savdoga, tijoratga yoki arendaga yoki bir do'konga sarflasangiz, bunaqa pul chiqarib ola olmaysiz. Yaxshilab shu narsaga e'tibor berishingizni xohlardim. Keyingi strategiyamiz kunlik daromad bermaydi, ammo buni ham imkoniyati bor. 50 dollardan 10 ming dollargacha bo'lgan mablag' oralig'idagi pulingizni agar bo'sh yotgan bo'lsa, uncha ehtiyojingiz bo'lmasa, buni shu yerga strategiyaga qo'yib qo'yishingiz mumkin va bu 365 kun ishlaydi. Va konse sroka deyapti. Har kuni daromad bermaydi. Faqatgina 1 yil to'lgandan keyin pulingizni qaytarib olasiz, qachonki uni ustiga o'tirgan daromadlari bilan birga. 50 dollardan 10 ming dollargacha bo'lgan mablag' oralig'ida qaraymiz. Qarang, aytaylik 150 dollar pulingiz bo'sh bo'lsa, unga ehtiyojingiz bo'lmasa, 1 yil agar shu band qilishiga rozi bo'lsangiz, kompaniyani ixtiyoriga berib qo'ysangiz, mana shu strategiya bilan 1 yildan keyin 9256 dollar qilib qaytarib olasiz. Reinvest bo'lsa, reinvest bo'lmasa-chi? Reinvest bo'lmasa, net bosing. Internetimiz sust bo'lib ishlayapti. Uzr so'rayman, salgina internet qotib qolyapti. Reinvest bo'lmasa, bundan kamroq summa bo'ladi, azizlar. Shu narsani aytib o'tib ketaman va vaqtni cho'zmaymiz. Mana shunaqa strategiyalarimiz bor. Hozircha qo'limdan kelgancha bilganimcha tushuntirdim. Yana ham tafsilotlarda keyingi vebinarlarda gaplashamiz. Bularga nisbatan hisob-kitoblar qilamiz va komanda qurish orqali qanaqa pul ishlash mumkin, bular qo'shilsa qanaqa pul ishlash mumkin va umuman Illuminance Global kompaniyasida necha xil variant bilan pul ishlash mumkinligi haqida ham gaplashamiz. Mana strategiyalarni aytdim, kalkulyatorda ko'rsatdim. Endi boshqa mana bo'limlarga ham o'taylik, keyin bu yerda tezislarimga qaraymanda yana suhbat davom ettiraman. Referal degan bo'lim bor. Bu yerda menga tegishli struktura va kompaniya tomonidan taqdim etiladigan ba'zi imkoniyatlar bor. Buni hammasini hali tushunmayman, lekin ertaga keyingi navbatdagi vebinarlarda, taqdimotlarda bu narsani hammasini o'rganib, tushuntirib berishga harakat qilaman. God Leader degan programmasi ham bor, unda ham qatnashish mumkin va bu yerda mana qarang. Meni o'zimda strukturadagi holatimni ko'rib turibmiz. Demak, ne aktivin, hali o'zimni sarmoyamni qo'shmaganman, birorta strategiya ochmaganman. Yuqorida mana Kripto Go'zal deb yozilgan, bu meni sponsorimni loginlari, pastda o'zimnikiman. Va bu yerda reyestr degan bo'limi ham bor. Mana komandamiz o'sishni boshlasa, ularga tegishli ma'lumotlarni ham ko'rib boramiz. Undan tashqari pastda yana qanaqadir statistik ma'lumotlar bor, reytinglar bor. Ularni ham hammasini o'rganib, xudo xolasa keyingi taqdimotlarda tushuntirib beraman. Bu yerda 5% primoy bonus bor, passivniy dohod bor. Referalkada shunaqa narsa borki, birinchi darajadagi hamkorlaringizga qiladigan depozitlardan bir marta primoy bonus olasiz 5% da. Passiv daromadga o'tadigan bo'lsangiz, ikkinchi chuqurlikdan boshlab 30-chuqurlikgacha bo'lgan hamkorlarning daromadlariga nisbatan daromad olasiz. Buni matching bonus deb aytadi yoki dohod ad dohoda deb aytadi. Sitvoy bizneslarda ishlagan odamlar buni tezroq tushunishadi. Mana referal bandga tegishli ma'lumotlar shu hozircha, ya'ni qisqaroq qilaman, chunki suhbat uzayib ketsa ham hamma zerikib qoladi. Xo'p, kredit degan bo'limi bor. Bu yerda tafsilotni hammasini yaxshi o'rgana olganim yo'q, lekin agar inson o'zini ko'rsatib yaxshi harakat qilsa, kredit depozit ham berilar ekan. Sababini bilmayman, nima uchun beriladi va qaysi maqsadda ishlatiladi hali bilmayman, lekin xudo xolasa buni ham o'rganib keyingi taqdimotlarda tushuntirishga harakat qilaman. Summasi bo'lar ekan, mana открыть kreditni depozit va albatta buni o'z-o'zimizdan kreditni depozit ocha olmaymiz menimcha. Bu uchun qanaqadir xizmat ko'rsatish kerak. Shunga loyiq bo'lish kerak. Undan keyin kompaniya kredit ajratib beradi bizga. Uznat bo'lishi deb bossak, ya'ni ma'lumot berar ekan mana. Основные условия кредитного депозита. Buni ham tushunishni xohlagan odam shunday olib, kopiya qilib переводчикка olib borsa tarjima qilib beradi. Azizlar, kim mustaqil o'rganish xohlasa, bemalol mana shu bo'limga kelib o'rganib olishingiz mumkin bo'lar ekan. Referal tranzaksiyalar yo'q hali, chunki hali o'zim ham invest qilganim yo'q va hech kimga taklif qilib registratsiya qilganim yo'q. Registratsiya qilgan insonlarim agar depozit qilishsa va ulardan bonus olsam, mana shu yerda ko'rinadi, xudo xolasa. Keyingi bandga o'tamiz, azizlar, tranzaksiyalar. Mana tranzaksiyalar degan joyga keldik. Tranzaksiyalarda ko'rinadigan boya ikkitagina tranzaksiyani ko'rsatib o'tib ketdim. Buni mazmuni shundan iborat. Registratsiyadan o'tgan kunim 18-iyunda $1 mukofot berilgan edi USDT TRC 20 bilan va kuni kecha 26-iyunda menga $25 mukofot berildi. Nimaganligini hozir endi navbatda aytaman. Ikkita tranzaksiya bor. Men kompaniyaga kirib keldim, hali o'zimni pulimni sarmoya qilganim yo'q, lekin kompaniya mana shu 8 kunning ichida birinchi bo'lib $1 berdi. Kuni kecha esa ozgina mehnatimga $25 mukofot puli berdi.
Bu yerda shunday narsa bor ekan, kompaniyani kelib targ'ibotini qilish bilan shug'ullansangiz va saytning ichida mana bonus hub degan joyda hali vazifalar bor. Bu yerda vazifalarni bajarsangiz, kompaniya rag'bat sifatida sizga pul berar ekan va o'sha pulni ham chiqarib olishingiz mumkin bo'lar ekan yoki xohlasangiz depozitingizga qo'shishingiz mumkin bo'lar ekan azizlar. Demak, tranzaksiyalarning tarixi mana shu yerda ko'rsatib turiladi, statuslari, tiplari va hokazo hammasini ko'raveramiz keyingi taqdimotlarda. Goat programmamiz bor, uni ham ozgina aytib o'tib ketaman. Bu yerda programma leader of God, ya'ni inglizchasi bor, men uni o'qidim, great of all time deydi. Ya'ni God so'zini to'liq tarjima qilsa ichki degan mazmun kelib qolar ekan, lekin unaqa emas. Bugun yaxshi bitta prezentatsiyada eshitdim. Denis Tsaryov sponsorimiz aytib berdi. Bu great of all time, ya'ni hamma davrning eng a'losi, eng zo'ri, ya'ni лучший всех времен degan mazmunda tarjima qilinadi. Mana shu programma lider degan yo'nalishga men ham qo'shildim sponsorim Tural akani tavsiyalari bilan. Chunki bu yerda o'zini ko'rsatsa, hamkorlikni oshirsa, kengaytirsa, ya'ni Illuminance Global'ni faoliyatini o'zimiz davlatimizda, o'zimiz turgan joyda, regionda ko'proq yoyishga harakat qilsak, xizmat qilsak, bu mana shu GOAT programmasi dasturi asosida kompaniya alohida mukofot ham berar ekan, alohida oylik ham berar ekan. O'sha maqsadda meni ham tavsiya qildilar, siz ham qo'shilib oling. Informatsiya bilan shug'ullanishga, taqdimot o'tkazishga qobiliyatingiz bor ekan, sizga ham foydasi tegadi deb maslahat bergan edilar. O'sha programmaga qo'shilganman, mana podat zaявка deganda ariza berganman va ular menga arizamga javoban meni o'sha dasturga qo'shishgan. Undan keyin esa men mana bu bonus hubda o'tib vazifa bajarganimda meni speaker sifatida ham o'zi tan olishadi, xudo xolasa, lekin mana bonus hub degan bo'limga yetib keldik. Qarang, bu yerdagi vazifalardan bittasini bajargan evaziga menga mukofot puli berildi. O'sha narsani ko'rsatmoqchiman. Aktivniy zadaniya deyapti, в рамках Illuminance. Nima, qanaqa zadaniyalar bor, qanaqa vazifalar bor? Mana qarang, ozgina bitta video rolik qilsangiz, ya'ni tranzaksiya, o'zingiz pul ko'chirganingiz, depozit qilganingiz, invest qilganingiz haqida video chiqarib ko'rsatsangiz sotsial tarmoqlarda va kompaniyaga shu haqida xabar bersangiz, sizga mukofot puli berar ekan. Bundan tashqari mana bu yo'nalish bo'yicha podrobniy obzor na YouTube degan joyga men o'zimni mana bu rolikimni qo'ydim. Kompaniya bilan harakat boshlayotganimni xabar berish maqsadida birinchi video qildimda YouTube kanalimga chiqardim, ya'ni o'zimni auditoriyamga xabar bermoqchi edim. Mana shu birinchi videoni yozdim, ko'pchiliklaringiz ko'rdingiz buni menimcha. Shu videoni yozgandan keyin ustozimga, Tural Aliyevga shu haqda xabar berdim. U kishi aytdilar, kompaniyaga jo'nating, bu sizga pul to'lab beradi dedilar. Asli boshida webinar o'tkazsangiz pul olasiz deganlarga qiziqib, mana bu bugungi kundagi webinarga tayyorlanib kelayotgan edim. Mana buni esa mustaqil o'zimni auditoriyam uchun qilayotgan edim. Shu videoni yozib chiqardim va ustozimga maqtanish uchun mana shu videoni qildim deganim, darrov aytdilarki, buni kompaniyaga olib kelib qo'ydi. Mana bu bo'limga o'tganingda olib kelib o'sha YouTube kanalingdagi mana shu videoni havolasini olib kompaniyaga uzatgin dedilar. Hozir ko'rsataman havolani qanday olish kerakligini. Buni to'xtatamiz, mana havola. Havolani shunday kopiya qilib oldim va kompaniyaga mana bu bandga qo'yib, tugmani bosdim, jo'natdim. Hozir albatta qilmayman. Mana shu vazifa. Shu havola bo'yicha kompaniya keldi, meni videoroligimni tekshirib ko'rdi va o'zlari ma'qul deb topgan ekanki, menga $25 mukofot puli berdi. Shu narsani ko'rganimdan keyin xursandchiligidan orqasidan ikkinchi videoni yozdim. Mana xursand bo'ldim, mukofot oldim dedimda, ikkinchi videoni oqshom yozib kanalga qo'yib qo'ydimda, yana chiqardim. Uchinchi video boyagi shu kvantoviy noda ekanligini ko'rsatdim sizga. Uni ham xudo xolasa webinardan keyin kanalga yuklayman azizlar. Mana ko'rib turibsizki, ozgina kichkinagina xizmatimiz uchun kompaniya mukofot beryapti, rag'bat beryapti. Nimaga? Chunki agar hamkor kelsa, Illuminance nomidan ishlasa, uni xalqning o'rtasiga kengroq qilib yoysa, xizmat qilsa, biz uni qo'llab-quvvatlaymiz, podдержка qilamiz degan maqsadda programma ishlab chiqarib qo'ydik ekan va mana shu vazifalarni bajarib boraversak, demak oz-moz pul ishlab olishimiz mumkin ekan. Men o'zimda shaxsan birdaniga mablag' tayyor emas edi, shunday kirgizib strategiya ochib investitsiya qilishga. Mana bu variant menga qo'l keldi, ozgina qobiliyatim bor ekan ishlashga. Mana video yozdimda, taxladim, mana shu yo'nalishga kirgizganimda $25 pul berdi. O'ylashimcha, yana 2-3 marta shunaqa vazifa bajara olsam, yana bersa kerak. Buni endi sponsorimdan so'rab, yana o'rganib ko'raman, xudo xolasa. Agar haqiqatan ham beradigan bo'lsa, mana shu webinar zapisini ham kanalimga qo'yaman, uni ham havolasini uzatib ko'raman. Demak, kompaniya bizni mehnatimizni ham qadrlayapti, chunki biz kompaniyani targ'ibot qilyapmiz. Demak, bonus hubdan o'tdik azizlar. Bu yerda hub dokumentov degan joy bor. Nima? Hub o'zi birlashadigan tugun yoki majmua, hujjatlari jamlab qo'yilgan joyi. Mana hub dokumentov degan narsani qarasangiz, kompaniyaga tegishli hujjatlar.
qaysi kompaniyaga kirmoqchi bo'lsak bizga hujjat ko'rsatishadi, qonuniyligini ko'rsatishadi yoki direktorlari, liderlarini ko'rsatishadi. Biz shu narsaga o'rganganmiz, to'g'rimi? Mana shu kompaniya Illuminance Global ham o'zini dunyo miqyosidagi litsenziyalarini, o'ziga tegishli hujjatlarni hammasini mana bu yerga olib kelib jamlab qo'yibdi. Har bitta hamkor ro'yxatdan o'tgandan keyin o'zini virtual ofisga kiradida, bularni ochib, ko'rib, o'qib, tomosha qilish mumkin bo'ladi. Bu yerda skachat qilish, ya'ni yuklab olish tugmasi bor. Mana bu yerda havolani ochish tugmasi bor, ya'ni alohida oynada mablag' ochish mumkin yoki mana ko'k tugmani bossangiz, registratsiya kompaniya qayerdan ro'yxatdan o'tganligi haqidagi ma'lumot kelib chiqar ekan. Hozir bitta shuni ochib ko'ramiz sizni. Alohida oynada mana PDF format bilan sizga ochib beradi. Kompaniyani ro'yxatdan o'tganligi haqidagi hujjat. Illuminance Investment Incorporation, mana turibdi. Korporatsiyaning raqami mana bu ekan va unga tegishli boshqa ma'lumotlar. Va Hans Prosper degan insonning imzosi. Kim bu insonni, direktormi yoki tasdiqlagan kishimi nima bo'lsa ham, mana hujjatni ko'rib turibmiz. Qayerda ro'yxatdan o'tganligi bo'lishi kerak bu yerda. Uni asta-asta o'qib, Viktor Fendik, Niklas Dremer degan ismlar turibdi. Bular menimcha direktorlar bo'lsa kerak. Keyingi videolarda alohida obzor qilaman, hammasini o'qib chiqib, mana bularni olib tarjima qilib, tushunib olib, keyin sizlarga yotig'i bilan tushuntirishga harakat qilaman azizlar. Mana bu skachat qilish tugmasini bossangiz, shu PDF faylni kompyuteringizga yoki telefoningizga yuklab olishingiz mumkin bo'ladi azizlar. Keyinchalik qog'ozga ham chiqarib olasiz. Demak, bu yerda kapitalizatsiya kompaniyaning qancha mablag'i bor, uni ham ochib ko'ramiz. Illuminance Investment Incorporation, Certificate of Capitalization, xo'p. 1 milliard dollar ko'rsatyaptimi? Yo'q, 1 milliardta nimasi bor, hissasi bor, mana shares degani aksiyalari bor. Har bitta aksiyaning narxi 1 dollarga teng. Demakki, 1 milliard, ya'ni 1 milliard dollarga teng o'zini aksiyalari bor. Mana sizga kapitalizatsiya. Buni ham qanaqadir imzolari bor va uni ham keyingi taqdimotlarda sharhlayman, xudo xolasa. Keyingi hujjatga o'tamiz. DUNS degan nomer bo'lar ekan. Haqiqiy kompaniyalarni ro'yxatdan o'tkazadigan va o'sha nomerni ham olgan ekan kompaniya o'zini faoliyatiga tegishli qilib, o'sha nomer bilan ham tanishishimiz mumkin azizlar. Demak, adresi aytilyapti, mana kompaniyani o'zi qayerda kompaniyaning o'zini adresi qayerda, registratsiya emas, o'zi qayerda joylashgan mana. 1235 Bay Street, Toronto va Kanada. Demak, kompaniya Kanadadan kelayotgan kompaniya ekan, uni tushunib olamiz. Kanadskiy kompaniya, demak biz bilan ishlayapti. Illuminance Global. Buni ham tushundik. Keyingisi Подача европейской патентной заявки для Quantum Node. Boya biz qurilmani ko'rsatdik, Quantum Node-ni. O'shani patentlashga tegishli bo'lgan hujjat ham bor ekan mana. Demak, Quantum Node-ni haqiqatan patenti bor, ruxsati bor dunyo bo'yicha. Demak, jiddiy katta tashkilotlar u narsani ruxsati bilan, patenti bilan bergan va kompaniya uni ishlab chiqarish bilan shug'ullanyapti. Eshitishimga qaraganda kelajakda bu qurilma hamkorlarning qo'liga ham kelishi mumkin ekan. Yo sotib olishimiz mumkindir yoki balkim bir status uchun sovg'a qilishlari mumkindir. Uni hali bilmayman. Vaqt ko'rsatadi, xudo xolasa. Quantum Node-ga tegishli mana shu hujjatni ham ko'rishimiz mumkin azizlar. Mana yozyapti. Quantum Node, Illuminance Investment Incorporation. Bularni hammasini obzor qilaman, chunki o'qib tanishib chiqishim kerak o'zim ham. Bugun shunchaki yuzaki, chunki o'zi tayyorgarligimiz shunga yetarli. Ko'p narsaga hali tayyor emasman, tajribam kamroq. Endi Finsen degan bir joyda ham, Finsen MSB, u yerda ham registratsiyadan o'tgan ekan kompaniyamiz. Uni ham ochib ko'ramiz. Mana Financial Crimes Enforcement Network, Department of the Treasury. Bu ham qanaqadir nima ekan? Tashkilot, ya'ni moliyaviy kriminallarni himoya qiladigan yoki tekshiradigan kompaniyani, demak, nazoratidan o'tgan hujjat bor ekan. Buni ham o'qib chiqishimiz kerak, tarjima qilishimiz kerak va mohiyatini tushunib olishimiz kerak. Bu ham keyingi videolarda xudo xolasa. Navbatda qolyapti sertifikat registratsiya identifikatora yuridического лица. Demak, bu kompaniya yuridik shaxs sifatida faoliyat ko'rsatyapti va uni ham hujjati bor. Ochib ko'ramiz. Legal entity identifier certificate for. Xo'p. Demak, hujjat qonuniylikni shahodat beruvchi sertifikat bor ekan. Qonuniylik ekanligini tasdiqlovchi sertifikati bor. Mana ley degan tashkilot bor ekan. Men uni kecha ozgina izlab ko'rdim nima ekanligini. Noqonuniy faoliyatlardan himoya qiladigan ley degan tashkilot bor ekan. O'sha yerdan ham sertifikatdan o'tgan ekan. Uni ham alohida obzorni qilaman xudo xolasa. Demak, azizlar, mana hujjatlarimizgacha ko'rib bo'ldik va mana endi nima qoldi? Profil qoldi mana. Eng qiziq joy, profil. Boya interface dedik, akkauntga kirib keldik degan profilimizga tegishli roslamalar, ya'ni nastroykalar degan joyi ham bor. Support qochib tursin.
Parolni o'zgartirish mumkin. KYC verifikatsiyadan o'tish mumkin. Vaqti kelsa bu narsani ham so'raydi va o'tishimiz mumkin bo'ladi. Demak, mana profilga tegishli ma'lumot. Endi pastda yana oxirida mana bu tugma chiqish eshigi. Buni bossak, akkauntdan chiqib ketamiz va saytni bosh sahifasiga kelib qolamiz. Mayli, shundan bitta chiqib ko'rsatay sizlarga, yana qaytaman, chunki bosh sahifani o'zida ham nima borligini sizlarga ko'rsatganim yo'q. Mana kirish eshigi va mana bu yerda ekosistemaga bossak, web sahifani o'zini eng birinchi yo'q, mana bosh sahifani o'zini topaylik boshqa. illuminance.com degan saytimizni bosh sahifasi birinchi bo'lib kirib kelganimizda mana Quantum nodamizni video demonstratsiyasi chiqadi. Undan keyin pastga qarab surib ketaversak ko'rishimiz mumkin. Kompaniya qaysi birjalar bilan ishlaydi, uni ham ko'rishimiz kerak. OKX bor, Binance bor, Bitget, Bybit, Nex, Huobi, Fitnex, boshqa markazlashgan sentralizovanniy birjalarimiz bor. Mana shu birjalar orasida kriptovalyuta ayirboshlab oldi-sotdi qilib daromad hosil qilib beradi. Ko'rishimiz mumkin qancha qatnashchi bor, qancha noda bor ishlayotgan, mana UZLDdan nechta noda qo'shilgan, nechta davlatda hozir hamkorlik ketyapti va har kungi operatsiyalar soni, kriptovalyuta oldi-sotdilarning soni ko'rsatiladi. Va hokazo saytni bosh sahifasi bilan tanishib ko'rasiz. Bu yerda Illuminance kompaniyasining o'zining alohida faoliyatlari bor. Ya'ni insoniyatga yordam berish, bolalarni misol uchun rag'batlantirish va raqamli texnologiyalar sohasida ta'lim oladigan insonlarga ham sponsor bo'lish, ya'ni IT ishniklarga sponsor bo'lish haqida ham o'zining loyihasi bor. Ya'ni sarmoya bilan qarashadi va programmalar, dasturlar tuzib beradi. Ya'ni kelajak avlod IT sohasidan yaxshi o'qisin, bilim olsin degan maqsadda. Demak, ekosistemani boshqa ma'lumotlari beriladi bosh sahifada va hokazo azizlar. Bularni hammasini albatta keyinchalik sharh qilaman. Saytni oxirida pastga podval deydi, mana saytni podvali Xo'p, ishlayapti deb umid qilaman. Mana ilova yuklab olsak, menimcha eshitilyapti, shu yozyapti deb umid qilaman, chunki ozgina Telegram o'yin qilyapti. Parol bilan, login bilan yana kiraman akkauntga. Va oxirgi mana bu yerda bitta band qoldi, ikkita band qoldi. Aytlar, mana hamyonimiz bor edi. Hamyonimizga kelganda men aytdim boya $26 ishlab oldim kompaniyadan deb. Mana shu yerda hozir men obmen operatsiyasini bajarmoqchiman. Nimaga desam, kompaniyaning o'zining IQN tokeni bor edi. Shuni haqida gapirib ketmadim. Ekosistemani ichida ishlatiladigan IQN degan o'zining monetkasi bor, token. Bu ham kriptovalyuta va uni narxi hozir 0.5 sent. 0.5 sent va u ko'tarilib boryapti. Kompaniya ish faoliyatini boshlaganda 2-3 oy oldin bu 0.3 sent bilan boshlangan ekan. Hozir 0.5 sent. Kimki buni o'ziga zapas qilib sotib olsa, ertangi kunda buni narxi oshgan paytda sotib ham daromad qilishimiz mumkin. Aytdik boya, vazifa bajarib pul ishlash mumkin. Kriptovalyutani sotib olib, arzonroqqa sotib olib, qimmatroqqa sotib daromad qilishimiz mumkin. Strategiyalarimizda investitsiya qilib daromad qilishimiz mumkin yoki referral bonuslar olishimiz mumkin va boyagi Goat programmada ham lider sifatida ishlab daromad qilishimiz mumkin. 5 xil yo'nalishda Illuminance bilan daromad qilish imkoniyatimiz bor. Va shu yerda hozir men mana bu yerda bitta obmen operatsiyasini bajarishni niyat qilgandim. Mana $6 pulimni hozir men almashtirmoqchiman IQN tokenimizga. Mana IQN tokendan onlayn rejimda sotib olmoqchiman. $6 101 IQN token berar ekan, men mukofot sifatida ishlangan $26dan $6 shunga bag'ishlamoqchiman, token sotmoqchiman. $20 qo'yib turaman, ustiga mablag' qo'sha olsam yoki boshqa pul ishlay olsam, birinchi strategiyam uchun investitsiya sifatida ishlataman $100dan oshirib. Hozir demak mana obmen bajaraman va IQN token sotib olaman. Xo'p. Nima bo'ldi? Nimadir bo'ldi, lekin tushunmadim. Ayirboshlash ekanisi. Ayirboshlash bajarilmadi menimcha. Obmen. IQN token olmoqchi edim. Вы отправляете, значит. Mana bu yerdan ketdi. $6 bu yerdan chiqib ketdi. Endi IQN tokenimning o'zi qani? Shuni ko'rmoqchiman.
Menga IQN, mana pastda ekan. 101 ta IQN token berildi azizlar. Men $6 mana shu narsani sotib oldim. Endi bu yotadi. Xudo xolasa buni ancha vaqtdan keyin ishlataman. Mana real vaqtda token sotib oldim kompaniyadan. Bu ham niyatim edi, niyatimga erishdim. Demak, oxirgi narsa qoldi aytishim kerak bo'lgan. Mana bu yerda saytning o'ng tomonida mana shunaqa bitta tugmacha bor. Uni ham ichiga bossangiz qiziq narsa chiqadi. Qarang. Chat soobщество degan narsa bor. Bu yerda saytning ichida kompaniya hamkorlar aloqa qilsin deb alohida nima deydi, messenger yaratib qo'yibdi. Xat xabar almashadigan nima vosita, messenger. Bu yerda dunyoning har bitta hamkori bilan muloqot qilishingiz mumkin. Bu yerda Xitoylar bor, Yevropayslar bor va hokazo va hokazo. Hammasini ustiga bossangiz videolar jo'natishyapti. Faqatgina mana chatni yozadigan vaqti bor ekan. Zaprosить доступ к написанию, ya'ni ruxsat so'raysiz, yozsam maylimi deb sizga ruxsat berishsa keyin yozasiz. Ma'lum bir soatlarda bu chat yozishdan to'xtatar ekan, yopilar ekan. Shu narsalarni ham prezentatsiyada ko'rsatishgan edi azizlar. Kechirasiz ozgina. Demak, bu chat orqali ham dunyodagi barcha hamkorlar bilan gaplashish mumkin. Mana kimlarni tanishishni xohlashingiz mumkin. Demak, Yevropada kim ishlayapti, Xitoyda kim ishlayapti, Osiyoning boshqa davlatlarida, o'zimizning hamdo'stlik mamlakatlarida kim ishlayapti, o'shalarni topib olib, gaplashib, muloqot qilishingiz mumkin bo'lar ekan azizlar. Demak, qisqacha mana shu tezliklarim bo'yicha hamma narsani aytib bo'ldim. Agar kimda kim biror narsani tushunmagan bo'lsa yoki savollari bo'lsa, berishlari mumkin. Meni eshityapsizlar degan umiddaman. Tural, я, наверное, закончил, если что. Хорошо, я здесь. Если вопросы будут, я, конечно, буду отвечать по мере возможности, как я уже... Можете спросить, возможно, у кого-то есть вопросы. Хорошо. Kimda savol bo'lsa beringlar, iltimos. Go'zal opa, savollaringiz bormi? Kozimjon aka, yana bu yerda insonlarni ko'ryapman. Kimda agar savol bo'lsa, tushunmovchilik bo'lgan bo'lsa, endi bu meni birinchi webinarim, o'shaning uchun to'g'ri tushunasizlar. O'rgangan narsalarimni aytishga harakat qildim. Yana ham xudo xolasa aytaman. Anvarjon o'zi ancha haligi ko'p informatsiya berib qo'ydingiz, konkretni, lekin yaxshi olib bordingiz. Pashta to'liq ma'lumotlar olib bo'ldik. Hammasi aniq. Chunki 2 haftadan beri o'zlashtiryapman. 2 hafta oldin bu informatsiyani qo'lga kiritgandim va men juda ham ochman bu narsaga, chunki o'rislar aytadi, голодный до денег deydi, голодный до счастья deydi. Shunaqa bir ochman, izlanaman, o'rganaman, chunki qayerda imkoniyat bo'lsa pul ishlaydiman. O'shaning uchun ancha-muncha o'rgandim. O'zim o'qituvchiman, aytdim, o'zim aytishnikman, tez topib olaman informatsiyani, xudoga shukr. Va sponsorimiz Tural Aliyev juda katta yordam beryaptilar. Hamma maslahat o'sha kishi beryaptilar va birinchi marta men tarmoqli biznes yoki mana shunaqa yo'nalishlarga kelganda hali mehnat, hali o'zim pul kiritmasdan turib bu mukofot olyapman hayotimda. Mana shu kompaniyada o'shaning uchun ham juda xursand holatda o'tiribman azizlar. Agar so'rasalaringiz, men bu yerda ancha-muncha ma'lumotlarni yig'ib olganman-da, har bittasini o'zlashtirishga harakat qilyapman mana. Video materiallar, mana aytaylik, may oyida Telegram chatda berilgan videolarni hammasini yig'ib olganman, ularni tomosha qilishim kerak, o'rganib chiqishim kerak. Iyun oyida berilgan chatdagi videolarni hammasini olganman, tomosha qilib chiqishim kerak. Bularning hammasini, mana bunaqa narsalar bor, hammasini tarjima qilmoqchiman xudosi. Mana Samanta opamiz kvantovoy nodani ko'rsatganlar bir marta. Mana Tural Aliyevning nimalari, prezentatsiyalari va o'sha narsani hammasini xudo xolasa tarjima qilaman. Mana Samantani o'zini videosi bor, uni ham xudo xolasa tarjima qilaman. Mana qarang, aytib bergan, ozgina qo'yay, shuni o'zbekchalashtirmoqchiman, kanalga qo'yaman nasib bo'lsa. Nimaga desam, men informatsiyani juda tez o'zlashtirishga harakat qilaman, chunki u yerda daromad degan joyi bo'lsa, juda qiziq tez daromad chiqishni xohlaman. Samant opamiz aytib beryaptilar va nodalar ish bor, nodalar hammasi daromad keltiradi. Narsalarni aynan mana shuncha aksiyalarga birga ko'tarilishda azizlar, mikrofonlarni ochib gapirishdan mumkin. Сколько еще мы можем задержать людей? Сколько еще? 2 минуты, 5 минут? Да, ну смотрите, как вам удобно. Если есть вопросы, то пусть задают. Если вопросов нет, то, думаю, можно завершать. Просто
Bu da daromad bor. O'sha qaytarib ham oldim. yaxshi eshitmayapti. Hammasini sotib yana haligi o'sha chiqarib oldi. Ko'rdim hammasi yo'q. Hech narsa eshitmayapti. Hech narsa eshitmayapti. Qotib qoldida hech narsa eshitmayapti. Katta Анваржон, а попробуйте вот уже камеру отключить, просто проседает интернет, видимо. Плохо слышно. Хорошо, Да, да, хорошо, да. хорошо. Я камеру, что там, как там? Вот трансляцию, я думаю, тоже можно выключать, в принципе. Хорошо, сейчас. Секундочку. Вот там. Вот вроде звук лучше стал. Hello. Endi yaxshi eshitilishi gapirasizmi yana bir marta? Assalomu alaykum. Слышно, да? Турал, привет. Здравствуйте, здравствуйте. Как здоровье? Ой, Просто потихоньку, потихоньку, слава богу. Здесь просто я здесь свои видения хочу сказать. Я Туралу давно знаю, мы знакомы уже. По этой теме он мне сказал уже 3 месяца тому назад. По другим причинам я не смог подключиться к этой теме. Я сейчас уже в последнее время я уже готовлюсь по этой сфере разработку дела, да? Я уже занимаюсь немножко. И на днях, иншаллах, подключимся. Inshaalloh. Alloh nasib qilsin, barakalla bo'lsin inshaalloh. Действительно, ребята, это сложная тема. Вот в других направлениях тоже, я тоже занимался, но в последнее время сейчас мне по душе это действительно это вид направления бизнеса. Действительно. Анваржан Касимов, спасибо, вы очень грамотно ввели. Хотя я сам из Кыргызстана, а вот я на узбекском я понимаю. Очень грамотно и четко. Вот, отлично. Машаллах. Спасибо. Буду стараться. Спасибо, рахмат. Короче, если кто-то Yana kimda agar думка, вот смело подключайтесь и займитесь этим делом, ребята. Классная тема. Rahmat, спасибо. Yana kimda savol bor, mulohaza, fikr bo'lsa, iltimos, agar hech kimda fikr bo'lmasa, mulohaza bo'lmasa, tugata qolaylik, chunki hammani vaqtini olmaylik, kech bo'lib qolyapti. Sponsorimizni ham qo'yib yuboramiz, xudo xolisa. Kimda Ibragim aka, Munira opa, Mirhamza aka, Go'zal opa, fikrlaringiz bormi, savollaringiz bormi, biror bir tilaklaringiz bormi, niyatlaringiz bo'lsa ham ayting, iltimos. Bu men uchun ham juda muhim, chunki hayotimdagi eng birinchi webinarim. Hayajonlarim bor edi, hayajonlarimni bosib oldim. Webinar bo'lishidan yarim soat oldin svet o'chib qolgan edi, ancha xavotir qildim, yonmasa qanday qilaman, Wi-Fi ham ishlamaydi deb, lekin xudoga shukr yondi. Turab akaga xabar bergandim, svet o'chdi, qanday qilamiz, ham ko'ramiz deb turgandilar, ammo svet keldi, xudoga shukr, mana ishladik, gaplashdik, juda xursandman. Fikrlaringiz, niyatlaringiz bo'lsa bemalol ayting, chunki buni tarixga muhrlaymiz va YouTube kanalida qoladi, xudo xolasa. Va doimiy bizneslaringizda qo'l keladi, mana qatnashganmiz, informatsiyamiz bor deb bemalol yangi hamkorlaringizga uzatishingiz mumkin bo'ladi. Man nima demoqchiman, sizdek hamkorimiz bo'lgan bilan, liderimiz bo'lgan bilan xursandmiz, chunki sizda pedagogik tajribangiz bor. Shuning orqasida o'sha IT texnologiyalar bo'yicha ko'p narsani o'rgangansiz, bilasiz. Shunaqa insonlar bizning komandamizda bo'lganda, shunaqangi haligi informatsiyalarni biz taqdimot qilib, shu haligi odamlarga yetkazganingiz bu juda katta gap. Juda o'rganish kerak, bilish kerak. Keyin o'ziga yarasha tajriba kerak. Rahmat sizga.
Rahmat, jonlaringiz sog' bo'lsin. Duodamiz hammalaringizga. Menimcha hech kimda fikr yo'q. Tural, может быть, уже закончим, потому что все молчат, да, нет желания, наверное. Ну, да, я думаю, Для первого... на этом достаточно. Да, да. Спасибо А? вам большое. Спасибо Отличный всем, вебинар. Турал, тоже спасибо за организацию, А? за помощь. Для первого вебинара я тоже очень счастлив. Я очень счастлив тому, что Аллах подал мне такую возможность, да, познакомиться с компанией, познакомиться с вами, да, с вами, мой уважаемый спонсор. Я вам рассказывал, как я сюда пришел, но я пришел именно в правильное место, в правильное время, на правильного человека. И я очень рад, очень счастлив, и, иншаллах, при нашей деятельности, чтобы у нас была и живая встреча, и мы съездили друг к другу, да, и покоряли больших вершин. Спасибо вам за то, что вы есть, спасибо, что помогаете, и дай Аллах нам всем здоровья, да, и всем нашим партнерам, которые то есть участвуют сейчас здесь на этой презентации, и будущим партнерам, которые будут видеть, смотреть это на записях. Желаю вам всем удачи и процветания. Спасибо. Спасибо вам большое. Отличный вебинар. Я думаю, всем понравилось. Вы большой молодец. Спасибо. Иншаллах, у всех все получится. Я думаю, тут уже потенциальные миллионеры сегодня находятся на вебинаре. Да, спасибо большое. Я буду ждать записи. На первый раз это вообще отлично получился. Спасибо, спасибо. Все, тогда завершаю и запись вам отправляю. Помогать.